klinikamizda mashhur san'atkorlar, elimiz ardog'idagi insonlar ham kelib davolanib turishadi. Hozir ana shunday palatalarimizdan birida Mehnat shuhrati ordeni sohibasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova hordiq chiqaryaptilar, davolanyaptilar. Hozir ularning palatalariga kiryapmiz. Mumkinmi? Mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Ay, kiravering. Ya, oyog'imizni yechib kiramiz har bir palataga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat, Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'ayib qoldingizmi? Ancha. Gapirishimdan sezilmayaptimi? Sezilyapti. Ko'z tegmasin, juda yaxshi. Ilohim. Sizga kitob olib keldim. Voy, nima kitob ekan bu? Qanaqa Bu ekan? sahobiya ayollar haqidagi kitob. Ay, aylanib ketay. Ayollar uchun Qandoq maxsus yaxshi. chiqarilgan bir risola. Yaxshi kitob bo'lgan ekan. Bunday rejalarni ko'rib, ozgina o'zim ham o'qib oldim. Ha, Yo'l-yo'lakay, qarasam Rahmat, haqiqatda rahmat. yaxshi bir kitob ekan. Juda mana buni o'qiyman. Anaqa ko'rinishlari ham ajoyib ekan. Voy, ana. Mana. Rahmat. O'zi ko'p gul olganmisiz yo ko'p kitob olganmisiz? Ikkalasini ham. Ikkalasini ham ko'p olgansiz, a? Ikkalasini ham ko'p olganman. Xudoga shukr, shunaqa baxtli aktrisaman. Ko'z tegmasin. Bu ko'z uchun tegmasin. rahmat sizga, baraka toping. Sog' bo'ling. Hech O'tiring. qachon kasal bo'lmay shu yoqqa o'tiramisiz? Ha, o'tiring. Saida opa, Labbay. mana hozir yo'l-yo'lakay o'ylab keldim-da. Xo'sh. Yurtimizda, Toshkent shahrida juda ham ko'p klinikalar bor. Ha, juda ko'p. Haddan ziyod ko'p. Har birini o'ziga yarasha ustunliklari, o'ziga yarasha go'zal jihatlari bor. To'ppa-to'g'ri. Lekin nimaga har safar shu sabadarmonni tanlaysiz? To'g'risini aytsam, gapingizda jon bor. Juda ko'p klinikalarga boraman. Taklif qilishadi. Hatto bir ikkitalarda borib, haqiqatan yaxshi reklama ham qilganman, tavsiya berganman. Ammo lekin bilmayman, shu yo istarasi issiqmi shu sabadarmonni. Doktorlari ham, rahbarlari ham, medsestralari hammasini bir jozibali. Keyin o'zlarining vazifasini a'lo darajada bajarishadi. Mutaxassislar yaxshi, doktorlari ham har 2 oyda kelib ko'rikdan o'taman. Shunga qarab bular menga yozishadi o'sha davolanishimni. Keyin mana har 6 oyda 1 yilda albatta bir hafta 10 kunga yotaman. Menga yoqadi, bilasizmi? Chunki mutaxassislar menimcha juda professional, o'zini kasbini, o'zini sohasini haqiqatan yaxshi biladi-da. Haligi qo'l uchida emas, qo'l ko'rona emas. O'zim ham bilmayman sohamdan professional bo'lganim uchun. O'sha narsalarga e'tibor beraman. Keyin mana palatalari ham yaxshi. Ovqatlari ham yaxshi, hamma narsa vaqtida, muomala ham yaxshi. Ayniqsa mana menga qaraydigan Nigoraxon doktorim, baraka topsin. Juda o'zini ishini, mas'uliyatini bizga bo'lgan munosabati kasallarga, patsientlar deyiladi-ku. Hammasi juda ham yaxshi. Kelayotganda o'yladik, gul olaylikmi yoki bo'lmasam bir ovqat olaylikmi? Chunki kasalxonaga bemorni ko'rgani kelishganda doim ovqat olib kelishadi. Keyin ovqatlar rosa o'ylab qoldik, 5 mahal o'zi yegulik berilsa. Ha, 5 mahal. Ovqatlar o'zi ko'p bo'lsa kerak, keyin kitob oldik. To'g'ri, ayolga gul ham kerak, kitob ham kerak, pul ham kerak, hammasi kerak. Hammasi bir butun bo'lsa ayol baxtli bo'ladi. Asta aytasizmi? Va'da berdimda o'zimga. Mana shu 6 oyda, juda bo'lmasa 1 yilda shu sabadarmonga kelib, Alloh umr bersin. Albatta ko'p qatorda menga, mana shu yerda bir umid bilan kelganlarga ham shifoyi komilini bersin. Albatta sog'liq baribir kerak-da. Ayniqsa san'at sohasida. Ana san'at sohasida yoshingiz o'tgan sari mana shu yerga kelib, davolanib, kuchga to'lib yana sahnalarda rol ijro etishga xudo xolasa. O'zi oxirgi paytda agar ijodingizni kuzatsak, avvalgi o'sha yoshlik davridagi Saida Rametovadan ko'ra ancha samarali ijod qilyapsiz. Seriallarda, kinolarda, televideniyada alohida ko'rsatuvlaringiz bor hozir. Bor. U paytda bu qadar faol bo'lmasdingiz, hozir juda faolsiz. Ana futbolchilarda bir gap aytishadi-yu, falonchi 2-yoshligini o'tkazyapti. Ha, bizda ham shu 2-yoshlik. Bilasizmi, odam kuch-quvvatga to'lsa, kimdandir motivatsiya olsa, kimgadir havas qilsa,
o'sha yana ham hayotda ko'proq mehnat qilsangiz, yelib yugursangiz, yana ham Alloh kuch beraverar ekanda. Voy men kasalman deb yotib olsak, kasalni chaqiradi. Men mana shu borada o'zimizni san'atkorimiz Yulduz Usmonovaga qoyil qolaman-da. Kuzatamanda, tinib tinchimaydi-da. Qarang energiyasini, keyin aytaman, voy, shunaqa qilyapti, yana bir ikkitalar bor. Men ham shunaqa qilishim kerak deyman, lekin mana 70 ga qarab ketdim. Ko'z tegmasin. Xudoga shukr. Lekin mana hozir 70 ga yetdim deyapsiz-ku, Saida Rahmetova bizni gavdani ko'z oldimizda har doim o'sha 30-35 yoshlardagi, endi 18 desam o'zingiz ham ishonmaysiz. O'sha 30-35 yoshlardagi Saida Rahmetova bo'lib gavdalanasiz. Rahmat. Ijodingizga ko'z tegmasin. Kuch-quvvat tilaymiz. Har doim mana shunaqa sog'ayib, sog'lom bo'lib, Ilohim, xalqi xizmatida ilohim. Bardavom bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Mani hozir agar kuzatib turganlar bo'lsa, ko'rayotganlar bo'lsa, albatta jonim ayollar, dugonalarim, endi erkaklar ham albatta sog'-omon bo'lsin baxtimizga. Ayniqsa ayol kishi o'ziga qarab turish kerak, sog'lig'iga e'tibor berish kerak. Olam ayol bilan munavvar deyshadi. Biz hammaga kerakmiz. Shuning uchun vaqtida o'zingizlarni sog'lig'ingizga qaranglar, kelinglar sabr darmonga. Hamma narsa muhayyo. Qanday xohlasangiz sog'lom bo'lib chiqasiz. Avvalambor kasal bo'lmaylik. Endi hayotda bu. Mabodo bo'lsa ham sog'liq birinchi o'rinda, sog'lig'imizga ahamiyat beraylik. Rahmat, sog' bo'ling, sog'ayib keting. Ilohim.